Assalomu alaykum qarindoshlar, qanaqa ahvollaringiz yaxshimi? Men ozroq kechikib qoldim. Kechirim so'rayman. Hammalarningki yangi yilinglarga muborak bo'lsin. Men bugun bir qancha nuqta, shu oldimizda o'tib ketgan bir qancha kunlarda bulab o'tgan shu Facebook'dagi yoki Twitter'dagi bir qancha nuqtalar mening diqqatimni qo'zg'aldi uchun. Bu hozir biz nayti ochqishliq bir vaqt turyapmiz. Şuna mening maqsadim sizlarningki hamda shu fikringlar yoki bo'lmasa ko'pchilikningki azoq bo'lsin bir fikr qilish aktivligini qo'zg'ash uchun kechiringlar mening mayada azoq masala chiqyotidi. Bu mesele mening ovozim bek tuven ekan. Agar ovozim bek tuven bo'lsa, ko'pchilik sening ovozing bek tuven deb bir nima fikr yozib qo'ysanglar. Nayti xush bo'lardim. Bu ovoz tuven bo'lg'achqa Facebook man to'xtamay hozir uchirib beryapti-chu. Nimada meniki ekranimda uchir chiqib bordi. Kechirsizlar. Mening diqqatim sal chekilib ketib qoldi. Qaytadan boshlayman. Shuning uchun men bu naq maydonni qilish maqsadida bo'lib qoldim. Ham zo'rur deb qaradim. Ham bunday zo'r deb qarashimdagi sabab bunda shu nuqta. Birinchidan hozir o'zinglar bilasizlar, bu yoshlar o'tirg'i chiqib, bu butun bizniki hozir da'vo masalasidagi bu chiriklashish. Bu bizniki Sharq Turkistonning manfaatini oldin qo'rin qo'ymay, o'zining shaxsiy manfaatini oldin qo'rin qo'yib, yoki bo'lmasa ma'lum bir davlatningki yoki bo'lmasa o'zi xohlagan bir siyosiy guruhningki manfaatini oldin qo'rin qo'yib, ilib berilayotgan nurg'ulg'an ishlarni, masalan, butunlay ichib tashlab, ko'pchilikningki bir diqqat qilishning yoki bo'lmasa diqqat e'tiborini qo'zg'atish uchun bu yaxshi ish. Lekin endi mushu jarayonda endi bu yaxshi ish, yaxshi bo'yicha menish kerak-ku. Bu yaxshi ish buzilib ketmasligi kerak. Buni buzilib ketishning oldini olish uchun sizdek mendek bütün Sharq Turkistonlik davlatning manfaatini, vatanning manfaatini, xalqning manfaatini o'ylanayotgan yoki bo'lmasa shuning uchun bosh qotirayotgan odamlarningki to'xtamay bu nuqtada kritik holatda munozara yurgizishimiz kerak. Buni ko'pchiliklar o'rtoqlashishimiz kerak. Endi mundaq bir 3 nuqta bor mening diqqatimni tortgancha. Hozir mayli yoshlar taraf bo'lsin, mayli bizningki o'zinglar bilayotgan DOQ, Dunyo Uyg'ur qurultiyi tarafdorlari bo'lsin. Bularning o'tirishga so'zliklarda hozir tashkil bilan tashkil o'tirishga munosabatda mana shaxsi bilan mening qarim yo'q. O shaxs o'zi qanday nima deysa, o o'zlarining ishlari. Bu tashkilot bilan tashkilot o'tirishidagi munozara so'z asabiylashishga qarab ma'noda-chu. Til jihatdan bo'lsin, munozara jihatdan asabiylashish. Bu asabiylashish bu o'qituvchilarningki klassik til bilan, klassik siyosiy til bilan o'zaro munozara qilisholmaydiganligini hozirni tatib isbotlab berayotgan bir ahvol kelib chiqyapti. Bu yaxshi emas. Endi men bu o'qituvchilarda bo'layotgan Dunyo Uyg'ur qurultiyining kontrolidagi siyosiy kuch bilan yangi chiqayotgan yoshlarningki o'tirishga bo'kishni manda udumli silishsam bu xato hukm. Bu undaq silishtirmasligi kerak as qoida bo'yicha. Yoshlarning qilayotgani biz yangicha bir o'ng qanot kuchni tashkillaymiz dedi. O'ng qanot kuch degan gap bizning Sharq Turkiston manfaatini ko'zlagan ahvol, mustaqilligini, o'rligini ko'zlagan ahvol ostidagi o'ng qanot. Lekin hozirgacha biz ko'rib kelayotgan, biz asosan o'zimiz shohid bo'lgan bütün nimalarda, faktlarda Dunyo Uyg'ur qurultiyi hargizmi biz Sharq Turkistonning o'rligi degan gapni og'zidan o'chqashga chiqarib boqqani yo'q. Bizniki Uyg'ur tilida bizniki xalqni tarmani deyishyaptiki, xalq rasanda hozirgacha deb boqmagan, o'chqashga deb boqqani yo'q. Men shaxsan inglizcha hech qanday nemisda men ko'rib boqmadim buni.
En ahırkı şu Uyghur Tribunal'nınki aş dokladının tefsili okup çıksanlar onun da hergizmi sözlengen yakımız oturup koygan ispatlarda bizninki besivilingan zimin yana birisi bizniki yörligimiz yakımsa bizning mustaqilligimizningki bütün yıldızın kurut tüyütüş için buluvatkan bu soykırımını qandaq tasvirlab berish to'g'risida kim ashlaga debriefing tushundirish bergan bo'lsa shu tushundirish berilgan tushuntirishning o'zilam xato chiqish nuqtaning o'zi xato uni o'zinglar inglizcha yaxshilab o'qib ko'rib olsanglar bo'ldi bu nuqtada kim men yana ayrim to'xtalib o'tdim endi yana birisi yoshlar bu nuqtani o'zi yangi chiqqan kuch bo'lgandan keyin yangi usul bilan klassik siyosiy tillar bilan ifodalashni yoqimsa o'zlarininki ideyasini bizning jamoatga uqtirishni bilish kerak qoida bo'yicha lekin ular u tilni ishlatmayotdi bu meni nayti birinchidan andishga soladi yana birisi meni beram qiladi chunki unda bo'lsa sanmi burungi ko'nga o'xshash tilni ishlasang sen bilan ko'ngining nima farqi qoldi bu masala meni beram qilgan shu shuning uchun o'ng qanot so'l qanot aytganmiz o'ng qanotni tashkillash uchun sen o'zingning klassik bir hech kimga o'xshamaydigan bir uslubingni xususiyatingni sen keltirib chiqarishing kerak undaqda so'l taraf sana qarab turib uni tashkillanadi mencha hozirgi bo'layotgan dokninki o'rnini men so'l qanot deb qaramayman shaxsan dok so'l qanot bo'lish uchun o'zini qattiq operatsiya qilish kerak qattiq o'zgartish kerak o'zgartib rasmiy davlatninki vatanning manfaatini oldingi o'ringa qo'ya oladigan mayli ingliz tilida bo'lsin mayli uyg'ur tilida bo'lsin mayli boshqa tillarda bo'lsin xitoy tilini o'z ichiga oldi buning ichida andin so'l qanotni shakllantira oladi bu bir nuqta ikkinchidan masalan mana shu yoshlarga vakillik qilib chiqib so'zlayotganlar hozir o'zining qarshidagi odamlarning shaxsiyatiga hujum qilayotgan ahvol kelib chiqadi masalan yaqinda meningki diqqatimni qo'zg'agan bir narsa Rabiya Qadirning shaxsiyatiga hujum qilish yoki bo'lmasa Rabiya Qadirninki 2022 yildagi bir target nuqtasiga aylanib qilishi aylantirmoqchi bo'layotganligi men buni mundaq deb qarayman men bu nuqta to'g'ri demaymanchu bu bizniki 20 yillik shu xalqaro bo'layotgan bu davoning chiriklashgan rost chiriklashgan nacharlashgan rost nachar yo'linishning rost bulg'unib ketgan yo burilib ketgan rost hozir buni o'ngshaymi deb sizlar chiqib nayt faktlarni o'tirib qo'yib bu munozir burun bu ba'zi munozirning ichida men partning oqiti bo'lgan bo'lsa hozir partning oldida bo'lyapti bu nayt yaxshi ish lekin Rabiya Qadirdek xonimdek undaq bir pichkini o'rnida ishlatilib ziyanning hammini tatib bo'lishiga endi eng oxirgi bo'lgan chog'da yana so'rab chiqib uni rasvo qilaman deyishning o'zi bu bir insonparvarlik ish emas bu men shaxsan uni qo'llamayman men o'zimninki shohid bo'lgan o'z ko'zim bilan ko'rgan ikki narsani sizlar bilan o'rtoqlashay bu Rabiya xonim Avstraliyaga kelgan vaqtda bir qitim parlamentning ichida bir qitim bizning National Press Club deb bir cho'ng nima bor sayna bor çoğun siyasi yollar kese aşını jığını uğraştırıp adamla $75 pul dölep kırıp ananınki şu siyasiyonun gibini anlayalaydı. Demek Rabiya Qadir Hanım şu yere teklif kılıngan hem şu yere orun verilgen. Bizning hozirgacha hech qanday bir siyosat o'ynaydiganlar kelib Avstraliyaningki National Press Clubda unda o'rin olib boqmadi. Lekin Rabiya Hanım o'rin ola olgan shu vaqtida. Şu ikki qitimda mening o'z qulqam bilan anglagan, o'z ko'zim bilan ko'rgan ish Rabiya Qadir xonimning og'zidan chiqqan gapni o'z biti tarjima qilmadi. Ham qilib bermadi inglizchaga. Men bu ishdan nayda beram bo'lib, keyin Rabiya xonimningki yotg'iga berib kechdi. Rabiya xonimning o'zi bilan so'zlashdim. Rabiya xonim bugungi mushsuhbatni qanday qaraylar? Sil degan gapninki nurg'uyalari o'z biti chiqmadi. Tarjima qilishni naychi cho'ncha taqvo dedim. Desam qanday qilman bolam? Mening inglizcham yaxshi bo'lmagan ekan. Demak, miyada Rabiya xonimning o'ziga kuchli ojizligi bor. Shu ojizligidan atrofdagilar nayt qattiq foydalanib ketdi. Shunga Rabiya xonim ishlatadigan yerda ishlatdi. Oxiri Rabiya xonimninki ingliz til bir gap bor, 100% deydi. İşletish muddati. İşletish muddati tugaganda Rabiya xonimni yeb bo'ldi, tashladi.
Endi bu yaşlar sizlar o'tirg'a chiqib, bu yaga bir qatim urilgan, qiqilgan bir odamni yana qayta so'rab chiqib, uningki abdi bashirisini ichib tashlab, ani qilmiz, mani qilmiz desangning ne hojati? Bizde insonparvarlik yo'q. Agar sizlarmi ash burunqilarniki o'xshash yo'l bilan qilsanglar, sizlar ular bilan nim farqinglar bor? Xalq qanchalik umid bera olaysizlar? Shuni o'ylashib baqdinglarmi sizlar o'zinglar? Agar burun o'ylashib baqmagan bo'lsanglar, hozir o'ylashib beqinglar. Bu mening sizlarga samimiy bergan taklif fikrim bo'lib qolsin. Lekin Rabiya Qadir xonimga tegishga bo'lmaydi, men sizlarga deb qo'ying. Agar yoshlar o'zinglarni ruslab chiqaman deydigan bo'lsanglar, Rabiya Qadir xonimning bergan qurbonni sizlar berolmaysizlar. Haqiqatsinlar hozirgacha berib baqa, hech kimni ko'rib baqmadim. Hech qaysinglar nashni press clubga kirib hozirgidek Rabiya xonimning so'zlagan so'zdek so'zni qilib baqmadinglar. Men uni ko'rib baqmadim. Shuning uchun sizlar qilishga tegishli ishga markazlashgan bo'lsanglar, qilmaslikqa tegishli ishga ortiqcha kuchinglarni sarf qilib, anaqa Xitoyninki mansubiyati bilan qilayotgan ishlarni, shu metodni sizlar ishlatmagan bo'lsanglar. Men bu sizlarga berilgan night samimiy taklif fikrim. Bu mening ikkinchi nuqtam. Uchinchi mening diqqat e'tiborimni qo'zg'agan bir nuqta. Hozir shu o'tirg'a chiqib so'zlayotgan yoki bo'lmasa ish qilamiz deyotgan yoshlar bu siyosiy qurilma deb turay. Bu chunki birlam tashkilot emas, bir qancha tashkilot bir yerga kelib bir ish qilamiz deyapti. Bu naydi yaxshi ish. Bular shu Dunyo Uyg'ur qurultayiniki, Dunyo Uyg'ur qurultayi mayli bu xohlasin bunun qarshisiga chiqib qoldi hozir. Qarshi kuchi bo'lib bu yoshlar siyosiy qurilmasi bu ular hozir o'qitish holatga o'tib bo'ldi. Unda bo'lgandan keyin bu yoshlar siyosiy qurilmasi dokninki 10 yilning yoqi qurib chiqqan yoki bo'lmasa shu o'zi barpo qilgan siyosiy mandaqcha aytgan chog'da xuddi nimaninki o'ngchikning to'ridek paydo qilib bo'lgan bu to'rni birinchidan sal qarayotdi, ikkinchidan uni mensinayotgan ahvol bor. Uni yo'qolmasa ko'masligiga bilmasga silayotgan bir ahvol bor. Bu yaxshi emas. Bu nimada bo'lar deydi-ku, sizlarningki Dunyo Uyg'ur qurultayi kommunist Xitoyning yo'lini tutgan anda. Unda o'zi bo'pti. Xitoyning yo'lini tutgan bo'lsin mayli deyli. Aşını bu senin doğru deptir. Ondan sonra neymiş için sen Xitayını düşüngençe dokunu düşünüşke sen de küçe bakmaysan. Sen özünün karşıdaki edemini bilmeyi durup, düşünmeyi durup, kana yiyemem diyeleysen. Şunun için bu yerde benim bu gapni oturup koyuşumdaki sebep, men Şarkı Türkistan halkı bilen Şarkı Türkistan devletinin menfaatini çıkış kılıp kılıvattım. Məlum bir şəxs, məlum bir təşkilatının noktasından çıkış kılıp sözlemedim ben bunu. Sizler muşu boyunca meni versenler, bu bir işini buzuş yasan, tüzümek pek tez. Buzunla, buzup boğanlı kim, sizler aç tüzüşkümü azırak halka ümit verip meni Allah. Bu naydi yaxşı bir bu siyasi ahlak bu. Bu siyasi ahlak degende sizler yenilandı mı batırlaçı yeniliş, yenilandı mı batırlaçı yeniliş gerek. Emmeden uçuk yoruk, uçuk aşkarı buluş gerek bundaq ahvalası. Ondaq olsa sizlerninki hazırkı bağ olgan ziyanның qandaq çonqurluğunu, hazırkı aldığınlarda tuğan bu meselenin qançalik çonqurluğunu bilmey turup, yak onu bilmeski silip turup, bu meselege mundaqlam muşu hazır atlanğan muşu özаңlarının қолына atқан metodu boyunca bir taraf qılımız yengiliştisi bu bak balalarca bir oyan болып қалады. Sizler xalqqa berilgan ümidinglarning ang axir bir kun emas bir kun qurib qolgan ahvol kelib chiqadi. Men mushundan ansirayman. Bu meniki üçüncü bir nokta. Şuna bizningki hozir meniki shu birinchi nuqtaga qo'shib qo'yilgan bir narsa. Hozir Dunyo Uyg'ur qurultayining o'tkazgan bir muncha xatoliklar bor. Hozirgi xatoligini o'tirib chiqib birasi biz ma xatolikni o'tkazib to'q deb bo'yni qat taqqan ahvol yo'qchi. Bo'yni qilib tövenchilik bilan mani biz to'g'rilayli degan gapni men hozircha anglab baxmayman. Agar anglaganlar bo'lsa, sizlar shu mening bugungi
Şu nimaga videoning ostiga chiqarib qo'ysanglar bo'ldi. Bu siyosiy axloqsizlik bu. Bu sizlarninki o'zining shaxsiy manfaatini o'ylab qolmasdan bu bir tashkilot bu qilayotgan ishniki. Bu xalqninki manfaatini o'zininki shaxsiy manfaat dasmisaganlik bo'lib qoladi. Shuning uchun shu nuqtadan aytgandimi, asl qoida bo'yicha dunyo qurultaydan bir yoki bir ikki odam chiqib bu yoshlar siyosiy qurilmasi bilan bir 100 turani ochiq oshkora bütün xalqning oldida bir dialog qilishni asli bu qoida bo'yicha barliq keltirish kerak. Bu ish hozirgacha bo'lmayapti. Beshin ichiga tiqib bilish bilan masala olmaydi. Yoki bo'lsa sen menga mandaq buzg'unchilik qilsang, men mandaq buzg'unchilik qilaman deb bir-birsiga lay etish bilan bu masala olmaydi. Eng oxiri ziyon tortadigan yanlam xalq. Shuning uchun yoshlar qurultaymi sizlar o'zinglarniki yoshlar qurultayı deb saldim, kechiringlar. Yoshlar qurultayı va boshqa shu yoshlar siyosiy qurilma atrofida yig'ilayotgan tashkilot. Sizlarmi o'zinglarniki ozroq xatolig'inglarni tuninglar, yoki uning xatoligini oldini olsanglar. Andan keyin dunyo qurultaymi o'ttirga chiqib, ozroq bu siyosiy jihatdan bir dialog qilishni sizlar bir 2022-yilning 5-ida bir asl keltirsang, bo'lmasa ziyon tortadiganlar yanlam xalq, yanlam biz. Ana bu nuqtani men demay amal yo'q. Bu mayli bu biz xalamayli bu oldimizga kelayotgan bir ish yo'q qoldi hozir. Ana bu o'zinglar bir pitnichlik bilan, razillik bilan nima qilish, bir o'zinglar maqsadga yetish degan bu yaxshi siyosat emas-ku. Yaxshi siyosat bunda o'ynalmaydi. Bu ikkinchi nuqta. Bu birinchi nuqta qo'shib qo'yilgan yerim. Anoniki yana birisi endin men bayon degandek shu ba'zida inglizchada aytdi yaxshi chiroyli bir bor. Some stone can turn, some stone cannot be touched. Bu nima degan gap deganda uyg'urcha tarjima qilsak, bunda yo'lda ketayotganda ba'zan taşlarını örüşkü buludu deydi. Bunda kötürüp örüp asla qarab qalsa buldu. Bəzən taşlığı tikişki olmaydı o deydi. Rabiya xanımның işi tarix. Rabiya xanım Uygurlarning anası, mənevi anası degan nom bilan shu yerda joyda qilib qolsa. Bu mening taklifim sizlarga berilgan. Andan ashu örüşkü olmaydigan yoki bo'lmasa kötürüp asla qarab yiqishga bo'lmaydigan tashdal bizning tarixiy shu siyosiy tariximizga Rabiya xanımda shu. Şu mening sizlarga samimiy bergan taklifim eng yaxshisi ash tashni ash joyda turgan yerda qo'yib qo'ysanglar, uni tegish qilmasanglar. Bu mening sizlarga bergan samimiy fikrim. Ani yana birsi, masalan, ash 3-chi bayon men degan 3-chi nuqtani agar yaxshi tushunay desanglar, shu yoshlar siyosiy qurilmadagilar sizlar o'tirib, shu Uyghur Tribunal'ınki çıkargan dokumentin bir körep yakınlar. Kögendeki, onundaki meselenin nereden nerede andın köreleysizler, bilip giderleysizler. Aşı bir dokument arkalı sizler özünlerinin aldı tuğan bir dövi topunun qanchalik çoğunluğu yoki qanchalik kichikligini andın köreleysizler. Onun yıldızının nerede ordağalıqını andın bileleysizler. Aşınıға qarab belkim özünler meseleni yenimi aqılana, yenimi yenici bir stratejik yolu bilan ilib mağalaydigan, yoki hal qilalaydigan bir uslubni topalaysizlar deymi. Ham tepishingni bugün ko'zim yetadi. Shuning uchun bu mening sizlarga berilgan samimiy taklifim. Eng oxirgi qitimgan bir qo'shib qo'yilgan bir nuqtam. Agar sizlar şu Dünya Uyghur Qurultayı'nın 10 yılının mabeyninde payda bo'lgan aşı siyasi müşnaq öymçükdek özününki qon tomurunun nəyə görüb nəgiçə bağlanğanını bilib yazsanlar, hazırki petition bilanlam bizga xufiyani kelib qolgan indigenous people deb kelib qolgan qalpoqniki asal yo'qolmaydiganligini andan tushunalaysizlar. Ondan uni qanday qilishni bilalaysiz. Men bu gapni burunmi degan ajballarga. Bunu iç asan. İçilip boğanın için bu gapni qanday tuzish kerak.
Bu oңşaş gerekçi. Bunu içipli koyup lan mana emse de ben bunu xalq alemge köstüşünü kelip bir zemseniz onu oңşaş gerek. Bu oңşaş üçün bununki mayitini düşünüş gerek. Xuddi bir operasiya qilganga o'xshashli bir ish. Mayitini tushunamsizlar. Mayiti nega to'xtaydi ashuni bilamsizlar. Bu nuqta nacha o'zimda qattiq o'ylanib bir soğuqqanlıq olayım. Fikir yürgüzüp beqishimni umid qilaman. Ana eng oxirida yana bir deydigan nuqtam bizda erkin fikir bo'lishi kerak. Erkin fikirni bo'g'ashning yoki bo'lmasa erkin fikirni cheklashning hech kimning hech qanday huquqi yo'q. Bizda erkin fikir yoki bo'lmasa aqloniy fikir o'tirg'i qo'yilgandalam andin ishimiz o'ngshiladi. İşning buzilib ketishdan qo'rqmaslik kerak. İş buzulganda endin o'ngshaydigan amalni topildi. Buzulmagan ishni nima deb o'ngshaymiz? Bunu munda qo'ylash kerak. Shuning uchun bu bugun mush 1-oyning 1-kuni hamda men mushu 3 nuqtani markaz qilib turib, sizlar bilan bu o'zimning o'ylaganlarimni, bu fikrimni o'rtoqlashishni to'g'ri ko'rdim. Biz 2022-yili bizga nisbatan yana bir nayti jafoliq bir yil bo'lishi mumkin. Lekin jafoliq yilni faqat biz yangi kuch bilan, yangicha ish tutish uslubini o'ylab tepib chiqqanda anda yengalaymiz. Konu hozirgacha ahmidi 5 yilning yağı qilyotdi. 5 yilning yağı bu bütün yana bir projekt chiqib adam olmoqdan boshqa ish yo'q. Bu bizningki genocide, bu so'yqirimni xalqaro uqtirish, xalqaro qabul qilg'izish yoki bo'lmasa bizning o'zimizning xalqarodagi siyosiy o'rnimizni namoyon qilishdi. Bu jihatdan biz o'ylagandek undaq bir natija hozirgacha chiqqani yo'q. O nima Uyghur tribunalının anda qılıverdik, manda qılıverdik deb. O dige içki bıslık pichaq. Qaya qilib midrilsi bizni kesitgan pichaq o. O hech qanday bir narsani bir adam bir bizga kelayotgan so'yqirim degiz kelsa, crime against humanity'ni oldi qo'shib qo'ymaydi qarindoshlar. Buniki chiqqan diagnoz qarasang crime against humanity and genocide degan. Aşı çıqagan diagnozu qaraplam özümlə bayqısanlar buldu. Şuna hammalarınki etigenliginlar yakomsa kəşliginlarınki aman isen buluşunu, xeyirlik buluşunu ümid qılmam. Yani yana müşnaq Facebook'da yakomsa Pidayla ekranda davamlı körşep duraylı. Amanlar xeyri xoş. Rəhmət.